11 yil farzandli bo'lmadim. Orqasidan shuncha farzandli bo'lib, endi hayotim izga tushishni boshlagan vaqtida turmush o'rtog'imdan ayrilib qoldim. Mening ismim Umida, yoshim 44 da. Sirdaryo viloyatining Payvot tumanidanman. Menga kelayotgan har xil stresslar, orqama ketin kelayotgan har bir zarbalarga men qattiq tushkunlikka tushib qoldim. Menga bu mahsulot shu stressdan chiqish uchun juda ham katta foyda berdi. Men buni natijasini 2-3 kunda sezdim. Bu stress holatida men uchun hayot to'xtab qolgandek tuyulardi. Hamma narsa qorong'i, hamma narsaga qiziqishim, hayotga qiziqishim, hamma narsasi men uchun to'xtagandi. Bu nevroslimda jiyanim menga olib kelib berdi. Uyqularim yaxshilandi. Stress holatdan chiqishni boshladim. O'zimni yaxshi his qilishni boshladim. Farzandlarimga, oilamga e'tiborli bo'lishni boshladim. Nevroslim siropini ishlab chiqargan xodimlarga men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sizlarga ham shu narsani tavsiya qilaman.